Opa, o'zimdan 9 nima desam qilyapti, niyatim jiddiy deydi. Shu munosabatga qanaqa qaraysiz? Ko'chada ko'rsa quchoqlaydi, opa deb bitta mahalladanmiz debsiz. O'ylanaman deyapti debsiz. Siz 16 yoshdasiz. Voyaga yetmagan shaxssiz, 16 yosh. U bola 21 yosh. Orada 5 yosh farq bor. Bu degan siz 9-sinfsiz. To'g'rimi? Hali. Asalim, bunaqa narsalarga ishonmang. Siz hali go'daysiz, siz hali g'unchasiz, siz hali nima desam ekan? Ya'ni yer ko'rmagan qor kerak menga deydi. Shunaqa qilsiz, yer ko'rmagan qorsiz. Hali nima desam, asalari termagan gulsiz-da, asalim. Qo'yingizchi, hayotingiz bunaqa narsalarga sarflamang. Bunaqa o'pib quchoqlagan narsaga ishonmang. Hali kichkina bo'lib turib o'pishishni bilasiz. Tushunasizmi? Gapimga xafa bo'lmang siz. Men to'g'ri aytyapman sizga. Qanaqa tushuntirsam ekan, bu sizni ota-onangiz yuzida. Shuning uchun maslahatim gaplashmang, o'qing. Foydasi